Xitoy oyda 2028-yilgacha atom elektr stansiyasi qurish rejasini tasdiqladi. Kelajakda Xitoy Xalqaro oy tadqiqot stansiyasi loyihasiga 5000 ga yaqin chet ellik tadqiqotchilarni jalb etish niyatida. Xitoy va Rossiya rahbarligi ostidagi Xalqaro oy tadqiqot stansiyasining dastlabki rejalari oy yuzasida atom elektr stansiyasini qurishni ham o'z ichiga oladi. Bu haqda Chenye 8 Xitoy kosmik missiyasining bosh muhandisi Pei Jiaoyu ma'lum qildi. Xitoy rejasiga ko'ra 2028-yilda oyning janubiy qutbiga yashashga yaroqli bazani qurish uchun poydevor qo'yishi kerak. 2030-yilda esa Xitoy oyga 2 ta astronavtni yuboradi. Shuningdek, atom elektr stansiyasidan tashqari katta quyosh batareyalarini qurish ham rejalashtirilgan. Ular bazani elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Kelajakda Xitoy Xalqaro oy tadqiqot stansiyasi loyihasiga 50 ta davlat, 500 ta xalqaro ilmiy tadqiqot institutlar va 5000 ga yaqin chet ellik tadqiqotchilarni jalb etish niyatida. Oyni o'zlashtirish rejalari AQShda ham bor edi. NASAning Artemis dasturiga muvofiq 2025-yilda oyga amerikalik astronavtlarni uchiradi. Uzoq muddatli istiqbolda esa Qo'shma Shtatlar u yerda doimiy baza qurishni rejalashtirgan.